Men 10 milliondan kamiga ishlamayman. Xo'p, shunga yarasha nimalarni bilasiz? O'zbek tili, rus tillarini bilaman. Yo'q, bizga dasturchi kerak. PHP, Java, Python tillarini bilasizmi? Python? Ilonmi? Biologiyani yaxshi o'qiganman. Ha, kompyuter tushunaman. Meni muomalam yaxshi. Sun'iy intellekt bilan ishlashni bilasizmi? Ha, telefonimda har xil filtrlar bor. Shularni qo'ysam chiroyli qilib beradi meni. 10 million beringlar, o'sha ilon bilan ishlashni ham o'rganaman. Sodingizni javob ko'tarib beraman. Shu bir 17 millioncha yetadi. 15 million yetadi. Dollarda bersanglar bo'ldi. Alisher, kimlarni chaqirdingiz? Ular qatga kelganini bilishmayapti-yu. Tekshirib chaqirgandim, Assalomu alaykum. hayronman. Va alaykum assalom. Xush kelibsan. Dilshod, nima qilyapsan bu yerda? Voy, qanaqa qilib kirding bu yerga? Qanaqa kelib qolding? Nima ham aytibdi emassan? Bo'pti, tura qol. Olib borib qo'yaman uyingga. Alisher, to'xtachi. Ha, bolakay. Adashib qoldingmi? Yo'q, adashmadim. Men ish qidirib keldim. E'lon bo'yicha. Sizlarga junior dasturchi kerak ekan. Qani, o'tirchi. Dasturchi qaysi fanlarni bilish kerak? Kamida matematika bilan ingliz tilini bilish kerak. Saytlarning manzillari qayerda saqlanadi? Serverlarda. Hozirgi kunda eng ommalashgan va oson til. Python, Baza danliqda qaysi til? SQL, Programmadagi xatolik. bug. Xohlasanglar kod yozishimni ham ko'rsatib berishim mumkin. Bo'ldi, yetadi. Shu yoshingda shuncha narsani qayerdan o'rganding? Repetitordanmi? Yo'q, ustoz AIdan o'rganganman. Ustoz AI? Ha, bu telefondagi ilova. U yerda har xil darsliklar bor. Xohlagan kasbingizni oson va bepul o'rganishingiz mumkin. O'sha yerdan o'rganganman. Tushunarli. Dilshod, to'g'risini aytsam, men hayratdaman. Sen ancha-muncha kattalardan nima aqlliroq ekansan. Lekin men seni ishga ola olmayman. Sen hali yoshsan. Bunga meni haqqim yo'q. Seni joying ofisda emas, maktabda. Meni to'g'ri tushunasan degan umiddaman. Ha, tushunaman. Mayli, rahmat. Senga ham rahmat. Kim o'zi bu bola? Yurak ezildi-yu, ha? Vaqt o'tib ketganini qara. Bolalarimiz ham bir pasda katta bo'lib qoladi-ya. Xuddi bizning yoshligimizga o'xshashadi, qara. Bu narsada qitishyaptimi? G'ashing kelmayaptimi? Ha, qani? Shunda olib bir qichib yuborgan. Assalomu alaykum bolajonlar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kim o'zi bu bola? Bu bola meni yaqin do'stimning o'g'li. Do'stim avtohalokatga uchrab ayolini yo'qotgan. O'zi esa tirik qolgan. Lekin miyasi jarohat olib, butunlay harakatsiz to'shakka mixlanib qolgan. Bu 12 yoshli Dilshod bo'lsa, o'shandan beri ham otasiga qaraydi, ham ro'zg'or tebratadi. Afsuski, u yosh ulg'aydi. Ba'zi qarindoshlari va men ham qo'ldan kelgancha qarab turamiz. Menda bitta fikr bor. Siz bilan bitta joyga borib kelamiz. Dilshodxon, mening ismim Oryan Mehroj. Men ustoz AI loyihasidanman. Sizni bilimingiz va harakatlaringiz tahsinga loyiq. Ustoz AI sizga maxsus ta'lim granti ajratdi. Bu sizga sovg'a. Rahmat. Endi zo'r o'qishlarda bepul o'qiysiz. Uyingizdagi sharoitdan ham xavotir olmasangiz bo'ladi. Siz faqat o'qing, olg'a intiling.
Sizdan faqat bitta iltimos. Siz yoshligingizni unutib qo'ymang. Bolalardek o'ynang, kuling. Bolalarcha beg'ubor bo'ling. Hali katta bo'lishga ulgurasiz. Kelishdikmi? Xo'p. Rahmat. Rahmat. U bu narsa dersan balkim. Qara, shuncha yaxshi gaplar bo'ldi. Bitta narsa. Insonning irodasi, umidi va yaqinlarining ishonchi birlashgan joyda tibbiyot qonunlari ham, qog'ozdagi raqamlar ham o'z kuchini yo'qotadi. Butun dunyo chorasi yo'q desa ham taslim bo'lmang. Biz uchun imkonsiz ko'ringan narsa yaratganga oson. To'xta, shoshma. Yo. Turma. Voy, o'rtoq? Adi?